Sayfiyevni juda ko'p tanqid qilishyapti, heyt qilishyapti ijtimoiy tarmoqlarda ham. Farruh Sayfiyevni misol men bilaman qanaqa mashg'ulotda ter to'kishini, o'yindagi harakatlarini, misol bitta o'yinda qancha yugurishini, misol Kanada bilan o'yinda ham to'g'ri qaysidir epizodlarda xato qilgandi, lekin oxirgi daqiqalarda ham u chopib yuruvdi, borib kelib. Farruh Sayfiyev u mana Daniliyga Nasrullayev, Xo'ja Akbar Alijon O'zbekiston chempionatida eng yuqori tezlikda eng ko'p yuguradigan futbolistlar. Bularga yaqinroq futbolist yo'q. O'zi bular juda ham katta ish qila oladi, o'shaning uchun ham bular terma jamoada. Bular yuqori darajadagi nagruzkalarni ko'tara oladigan futbolistlar. Ikkinchisiga Vazgen Sarkisyanning gapi bor edi, bunyodkorning Ты играешь так, как тебе соперник позволяет. Siz kuchli komanda bilan o'ynaysiz, конечно, uni yo'q. Masalan, O'zbekiston hozir oddiy slabroq komanda bilan o'ynaganda, Sayfiyev 10 marta передача qilsa, o Sayfiyev eng zo'r o'yinchi deysiz. Unga tushib qolsa, Silva tushib qolsa, kimdir tushib qolsa, конечно, unga qiyin. Xuddi o'shanga o'xshab. Raqib kuchliligi uchun slabroq ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin ular O'zbekistonda baribir juda eng kuchli futbolistlar. Bejizga terma jamoaga chaqirilmagan. Bejizga ham aytolman-ku, bunaqa Farruh Sayfiyev hozir yoshi kattaroq ular ichida. Lekin Farruh Sayfiyev qiladigan shuncha